Bugün zaказlarımni oldim. Zakaz kelgan sayın o'yinga beraman deb. Ne irim menga bo'lsa, biz hozir birgalashib qo'shatamiz. Mening yaratgan kraskalarim, bunday xizmatdoshlar zakaz berdi ko'proq. O'zim gina tugul, xizmatdoshlarim da o'tirdi bitali haligi halal kraskalarga. Ne uchun halal deb aytam qizlar? Chunki mana bu kraskalarda suv o'tkara turgan moddalar bor, rohatlanib, mana musulmonlarga da chechlar bo'yab yuriga bular yo'liq ostidan bo'lsa da, kimlar namoz o'qishlaringda hozir kishi butun kuchlar bilan yo'liqdan yurmaydi. Musulmonlarga boradi deb aytasim kelaymi. Menda qara g'azali narsalar bor. Shtonlar bor. O'zgan yilda men olgan edim sport kostyumi. Birozgina yopig'ib ketdim. Shunga ko'ra mana yangidan endi ishtonim birozroq kichik zakaz yasadim. Shuayoq mana bu endi er zotlari uchun sport kostyumi bo'laroq borang bu bizning shu yerine endi ishtonini oldik. Shu barangni olib keldim. Bunisi endi bizning küçük водолазка. Hozir borsimda sizga ochib ko'rsatarman. Mana qizlar водолазкамni ochdim. Sifati bigishadi. M razmerini oldim o'zimga. Mana hozir kuz yetdi endi ishdan kerga, pidjaklar ishdan kerga bekaybat berindi bu. Yig'itib kiyib yurgan mana bigishadi. Shulayıq mana ishtonimni shulayıq hali kiymaganda. O'zgan yilni olg'ach, mening endi sifatini bilam, shunga ko'ra bilib, ko'rib, qarab oldim. Big jilli kuz kuni kiyarga sport kostyumlari. Menga big o'xshay. Shulayıq mana sifat yog'idan mana erlarning sport kostyumlarida big sifatli yasalgan. Bizga big o'xshadi. Hozir endi qolgan zakazlarni ko'rsatib ketam sizga. Narsalar biz oldik, qizlar. Oldim mana shunday tush. Halal tush bu. Kimlarning mana allergiya mana degan tush, mana u kishilarga allergiklarga da big boradi deb aytasim kelaydi. Xizmatdoshlarim mening mana shunday kraskalarga o'tirdi deb aytgan edim endi sizga. Shundan da big o'xshatalar bu kraskalar turli-turli. Bunda bizning endi mana spelый vishня degan tusi, shunda mana shokoladный tuslar. Yo'q. Mana bunday oshiq tusda. Blondinkalar uchun ekan endi bu bizning. Tag'in горячий шоколад, лесной орех, bunda degani yo'q. Mana shunday shampunlar olalar. Mana bu Extra Force degan big shap shampun. Kompleks bilan olirga kerak u haligi shampunni. Shoyg'ana mana shunday balzamida bor. Endi mana bu salfetkalar turida o'yrim aytasim kelar. Mana big ushatib olamiz har vaqtda. Mana bunisini 3 ni zakaz berdim. Biz mening bilan qizlar krossovkalar tartamiz dursun aytganda. Krossovkalar anasi mana mening birsida ishimda kiyimga kofe tugilgan edi. Kofelikkan edi shunday tomshin deyman. Shunday aybat edi u kunni kiygan bluzkam. Big qo'yg'irgan edim endi boshda, lekin salfetka bilan tezgina surtib oldim. Big ishqidim. Hamma meni bitta shoqqatdim qizlarni. Shundan so'ng endi men bu salfetkalarga dursun aytganda o'tirdim endi o'rsa podsela. A krossovkalarni da shuni bilan surtamiz big. Bizga big o'xshaydi. Mana 3 ni oldim. Nasa endi bizning urushatib aytganda biskot kostочек 3D. Mana shunday tusdagi lifchik. Endi qora tusini olganim bor edi endi sifati shular big o'xshadi. Mana endi bu tusini olib qaraga bo'ldim. Mana shunday motor katalogda keldi. Gelda dusha zakaz berdim. Bu endi bizning zo'r varianti gelda dushining har vaqt kerak. Dushlarga kiramiz bizda big o'xshay. Mana shunday balakaygina zakazlar bo'ldi bu qizlar. E'tiboringiz uchun rahmat.